Temur xotin kinosini ko'rgan bo'lsalaring, o'sha Qo'chqor aka tandir jonida Alomatxonni qo'lini ushlab ko'rgandan keyin Qumrini qo'llari issiq edi deb aytadi. Va ba'zi odamlarda mana shunaqa qo'llarda, oyoqlarda muzlashi yoki sovuqligi kabi holatlar bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugungi videoda mana shu narsa haqida gaplashamiz, ya'ni oyoq hamda qo'llarda sovqotishi yoki muzlash haqida gaplashib o'tamiz. Bu nima sabablar bilan yuzaga keladi bu holat va qanday holatlarda biz kasallikni baholaymiz va shifokorga murojaat qilishimiz kerak. Mana shu narsalar haqida gaplashib o'tamiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lib turasiz. Sizda ham shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni oyoq qo'llarda muzlash haqida bu haqda sharhlarda ma'lum qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Demak, boshladik. Ma'lumki, oyoq va qo'llarda, ya'ni periferik qism deymiz, periferik qismlarda muzlashi bir qancha sabablar bilan bo'ladi. Bu fiziologik, ya'ni kasalliklarga bog'liq bo'lmagan sabablar deyishimiz mumkin va ikkinchi qismini patologik sabablar bilan bog'liq deb aytishimiz mumkin, ya'ni qandaydir kasalliklar bilan bog'liq deb baholashimiz mumkin. Umuman olganda oyoq qo'llarda muzlashi bu ikki xil bo'ladi. Ya'ni ikki xil deganimiz, oyoq qo'llar rostdan ham muzlagan bo'lishi mumkin, ya'ni ushlab ko'rganimizda sovuq bo'lishi mumkin. Aynan o'sha qo'li muzlaydigan yoki oyog'i muzlaydigan odam tarafidan emas, balki boshqalar tarafidan ushlab ko'rganda rostdan ham muzday bo'lishi mumkin. Yoki o'ziga shunaqa sovuq tuyulishi mumkin, lekin amalda hech qanaqa muzlash yo'q. Kimdir ushlab ko'rsa qo'li yoki oyog'i issiq tuyuladi, lekin o'sha odamda o'ziga sovuq tuyulishi mumkin. Mana shunaqa ikkita guruhga bo'lishimiz mumkin. Rostdan ham muzlaydiganlar, ya'ni boshqalar ham ushlab ko'rganda muzlaydiganlar ko'pincha qon tomir bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni oyoq hamda qo'lga qon kelishni buzilishi bilan bog'liq bo'ladi. Endi sovuqni sezuvchilar, ya'ni o'zi amalda sovuq emas, qo'li masalan muzlab qolmagan, lekin bu odamga muzday tuyuladi. Bu ko'proq nerv tizimini kasalliklari bilan bog'liq bo'ladi. Mana shunaqa ikkita guruhga bo'lib olishimiz mumkin. Va bundan tashqari kasalliklar bo'yicha shu oyoq qo'llar muzlashda bir qancha sabablari bor. Eng oddiy, eng birinchi sabab bu organizmning normal reaksiyasi. Ya'ni sovuq havoda o'zi rostdan ham sovuq bo'ladigan bo'lsa atrof, odamda shunaqa reaksiya ishga tushadiki, ichki a'zolarda haroratni saqlash maqsadida, moddalar almashinuvini saqlash maqsadida periferik qism, ya'ni oyoq hamda qo'llarda qon tomirlar torayish yuzaga keladi. Qon tomir toraygandan keyin tabiiyki u yerga yaxshi qon bormaydi, bormagandan keyin sovqotish yuzaga keladi, ya'ni oyoq hamda qo'llarda muzlash yuzaga keladi. Agar bu holat issiq xonaga kirgandan keyin, issiq haroratga o'tgandan keyin o'tib ketadigan bo'lsa, hech qanaqa o'zidan boshqa iz qoldirmaydigan bo'lsa, bu kasallik deb hisoblanmaydi. Ya'ni bu narsa organizmning tabiiy himoya reaksiyasi hisoblanadi. Endi ba'zi odamlarda Raynaud fenomeni deb yuritiladi. Raynaud kasalligi degan kasallik ham bor. Bu Raynaud kasalligi degani mana shu umurtqa pog'onasi bo'ylab boradigan nerv tugullari bilan bog'liq bo'ladi. Ana shu nerv tugullarining ta'sirida, kuchli ta'sirlanish oqibatida oyoq hamda qo'llarda tomirlari doimiy tonusda turadi. Odatda bunaqa holat operatsiya yo'li bilan davolanadi. Ya'ni operatsiya qilib turib, o'sha nervlar kesiladi. Endi bundan tashqari Raynaud fenomeni degan narsa bo'ladi, ya'ni qon tomirlarida kuchli qisqarishi. Yuqorida aytib o'tdim, normal fiziologik bo'lishi ham mumkin. U holatda, fiziologik holatda juda kuchli qisqarmaydi, lekin Raynaud fenomeni bor bo'lgan odamda juda kuchli qisqarish yuzaga keladi. Ya'ni sovuq bo'ladigan bo'lsa yoki stress bo'ladigan bo'lsa, qon tomirlarida kuchli qisqarish yuzaga keladi. Natijada sovqotish kuchliroq seziladi. Bunday holatda dastlab o'sha qon tomir qisilganda bu odamda oqarish yuzaga keladi, ya'ni terilar oqargan bo'ladi, qon bormagani sababli. Undan so'ng ko'karish yuzaga keladi. Ko'karish endi venoz dimlash hisobiga va undan keyin qizarish yuzaga keladi. Ya'ni ko'kargandan keyin sekin terilar qizarib qoladi. Endi agar bu holat ham o'tib ketadigan bo'lsa, hech qanaqa yaralar bo'lmaydigan bo'lsa, terida boshqa jimirlar, boshqa belgilar bo'lmayotgan bo'lsa, bunda ham alohida vahima qilib shifokorga ko'rinish shart emas, lekin baribir vaqt bo'lgan paytda, bemalol paytda shifokorga ko'rinib qo'yilsa foydadan xoli bo'lmasdi.
Kamqonlik hamda temir tanqisligi anemiyasi, ya'ni kamqonlik holatlari, umuman temir tanqislikdan tashqari ham boshqa kamqonlik holatlari ham to'qimalarda kislorodni, ozuqa moddalarini yetkazib borishining buzilishiga sabab bo'ladi. Natijada bu joylarda moddalar almashinuvi sustlashadi, ya'ni periferiyada moddalar almashinuvi sustlashadi. Bu natijasida soqatish yuzaga kelishi mumkin. Bu bilan bir qatorda, ya'ni bu oyoq qo'llar soqatishi bilan bir qatorda umumiy holsizlik, bosh aylanishi, yurakda tez-tez urib ketishi, qon bosimini pasayishi kabi kamqonlikning boshqa belgilari ham kuzatiladi. Ya'ni faqatgina so'qatish bo'lmaydi bu odamlarda, balki kamqonlikning boshqa belgilari ham kuzatilishi mumkin. Bunday holatda bemor shifokorga murojaat qilish kerak hamda qon tahlillarini topshirish kerak bo'ladi. Qonni umumiy tahlili, o'sha gemoglobinning miqdorini aniqlashga zarur bo'ladigan bo'lsa, kengaytirilgan qon tahlili qilinadi, ya'ni nima sababdan kamqonlik yuzaga keldi. Bu narsalar o'rganilib, zarur bo'ladigan bo'lsa, qon tarkibidagi temir, ferritin, boshqa narsalar aniqlanib turib, kamqonlik bor yoki yo'q degan savolga javob beriladi. Umuman olganda, faqatgina oyoq qo'lning muzlashi yoki holsizlikka qarab turib, bemorda kamqonlik ketyapti, bo'lyapti degan xulosa qilib bo'lmaydi. Buning uchun albatta laborator tekshirib, bu tashxisni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Har doim har qanaqa kasallikni gaplashgan paytimizda qalqonsimon bezimizni bitta eslab ketmasak bo'lmaydi. Sababi oldingi videolarda ham aytganman, qalqonsimon bez bizning organizmda juda ko'p vazifani bajaradi. Xuddi shuningdek gipotireoz degan kasallikda, ya'ni qalqonsimon bezning faoliyati buzilishida ham oyoq va qo'llarda muzlash yuzaga kelishi mumkin, ya'ni so'qatish yuzaga kelishi mumkin. Sababi mana shu qalqonsimon bezimiz ajratib chiqqan gormonlar ta'sirida organizmda moddalar almashinuvi jarayonlari bo'ladi. Ya'ni bular o'sha moddalar almashinuvini stimullovchi narsalardan biri bu gormonlar. Bu gormon yetishmasa, ya'ni qalqonsimon bezda gormonlar yetishmaydigan bo'lsa, organizmda moddalar almashinuvi buziladi. Moddalar almashinuvi buzilgandan keyin oyoq hamda qo'llarda, ya'ni periferik qismlarda qon oqimi ham buziladi. Qon oqimining buzilganligi natijasida so'qatishlar yuzaga kelishi mumkin. Bundan tashqari, ya'ni so'qatishdan tashqari, gipotireoz degan kasalligimizda bu bemorlarda umumiy holsizlik bo'ladi, uyquchanlik bo'ladi, doimiy so'qatish, mana oyoq qo'lda emas, o'zini ham umumiy so'qatish kabi holatlar bo'ladi. Tanasida shishlar yuzaga kelishi mumkin, vazn ortishi bo'ladi, shishlarning ta'sirida vazn ortishi bo'ladi. Ba'zi bemorlar borki, mana ko'rsangiz, e'tibor qilsangiz, hattoki tili shishib ketganini, og'iz bo'shlig'iga sig'maydi tili va gapirganda ham tushunarsiz, g'udranibroq gapiradi. Bu tilini shishib ketib, kattalashib ketganligidan. Bu narsalarning hammasi gipotireozning belgilari bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shunday holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bemorda so'qatish, holsizlik, ana shu tanasida shishlar, semirish bo'ladigan bo'lsa, bu holatda endokrinologga ko'rinish kerak. Endokrinolog ko'rib, o'sha qalqonsimon bezda gormonlari bor, TTG deymiz, T3, T4, buni har xil fraksiyalari ham bo'ladi. Ya'ni tashxisni tasdiqlash maqsadida, bor yoki yo'qligini bilish maqsadida mana shu tahlillar qilinadi. Endokrinolog ko'rigi hamda gormonlarga tekshiruv qilinadi va bularning javobiga qarab turib xulosa qilinadi. Ya'ni gipotireoz bor yoki yo'qligi degan savolga javob beriladi. Qon aylanishi bilan bog'liq bo'lgan muammolarda ham oyoq va qo'llarda so'qatish, muzlash yuzaga kelishi mumkin. Bu qon tomir kasalliklari bilan bog'liq bo'lishi mumkin hamda qonning o'zini quyuqligi, ya'ni ivish tizimining buzilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunaqa holatlarda xuddi yuqorida aytib o'tgandek, dastavval terining rangi oqaradi, ko'karadi, keyin qizaradi va bu kasallik surunkali bo'ladigan bo'lsa, qon oqimining buzilishi degan narsa surunkali bo'layotgan bo'lsa, bu tuzalmaydigan surunkali yaralarga olib kelishi mumkin. Ya'ni to'qimalarda oziqlanish buzilgandan keyin qon kelishi buziladi, oziqlanish buziladi, natijada yaralar bitmaydi. Surunkali ravishda uzoq davom etuvchi yaralar bo'ladi. Bu qachon bo'lishi mumkin? Bu qandli diabet degan kasalligimizda bo'lishi mumkin, yurak qon tomir tizimining kasalliklari, insult, infarkt degan narsalarimiz bo'lishi mumkin yoki qonni ivish tizimi buzilayotgan bo'lsa, qon quyuqlashib qolgan bo'lsa, bunday holatlarda ham qon oqimi periferiyada buzilishiga sabab bo'ladi. Natijada oyoq va qo'llarda so'qatishlar yuzaga keladi. Va buni bilish uchun, qon tomirda qon oqimini bilish uchun bizda Doppler tekshiruvi bo'ladi.
Doppler tekshiruvini qilib turib qon oqimiga baho beriladi hamda tegishli mutaxassislarga ko'ra o'sha kardiolog ko'rishi mumkin, gematolog ko'rishi mumkin, endokrinolog ko'rishi mumkin. Tegishli mutaxassislarning ko'rigidan o'tib bu qanday sabab bilan bo'lyapti, ya'ni nima kasallik shunga olib kelyapti, tekshirib turib davolash ham shunga qarab bo'ladi. Qandli diabet hamda periferik nerv tizimining zararlanishlarida ham oyoq va qo'llarda so'qachish yuzaga keladi. Ma'lumki, qandli diabet deganimizda polineyropatiya deymiz, poliangiopatiya deymiz. Ya'ni poli deganimiz ko'p degani, neyropatiya deganimiz nerv tolalarining shikastlanishi, angiopatiya deganimiz qon tomirlarida shikastlanishi. Ya'ni qandli diabet degan kasalligimizda periferiyadagi mayda qon tomirlar, mayda nerv tolalari shikastlanadi. Shikastlanadi deganimiz nervlarda sezuvchanligi buziladi, qon tomirlarida o'tkazuvchanligi buziladi. Natijada bunday odamlarda ham periferik qismda, ya'ni oyoq va qo'llarda so'qatish yoki muzlash yuzaga kelishi mumkin. Va muzlash bilan bir qatorda nerv oxirlari ham shikastlanadi deb aytdik. Mayda nerv tolalari shikastlangandan keyin etni jimirlashi, so'qatish, sezgini buzilishi, sekin bitadigan yaralar paydo bo'lishi, terining rangi o'zgarishi, mana shu kabi holatlar yuzaga kelib qolishi mumkin. Bular ham qon oqimini buzilishi bilan bog'liq. Va aynan mana shu qandli diabet kasallikda o yuqorida aytib o'tdik boshida amalda qo'l hamda oyoq issiq bo'lgan holatda bemor tarafidan oyoq va qo'lning sovuqligini his qilish bo'ladi. Ya'ni polineyropatiya deymiz, o'sha mayda nerv tomirlar shikastlanishi oqibatida haligi sezish buziladi. Sezish buzilishi natijasida qo'l va oyoqlar so'qatganday bo'lib his qiladi bu odam. Bu ko'proq qandli diabetga xos. Endi buni tasdiqlash uchun endokrinolog ko'rigidan o'tish kerak hamda qondagi qand miqdorini aniqlash kerak. Vazn hamda tanadagi yog'larning kamligi ham oyoq va qo'llar so'qatishiga sabab bo'ladi. Sababi yog'lar ham, teri ostidagi yog'lar ham ma'lum ma'noda, ma'lum miqdorda termoregulyatsiya deymiz, issiqlikni ushlab turishga xizmat qilishi mumkin. Va bu yog'lar bo'lmaydigan bo'lsa, bunday odamda so'qatish yuzaga keladi. Ya'ni o'ta ozg'in, juda ozg'in odamlarda ham oyoq va qo'llarda so'qatish yuzaga keladi. Bundan tashqari kuchli parhez qiladigan odamlarda, ya'ni birdaniga tez ozaman deb turib parhez qiladigan odamlarda ham oyoq va qo'llarda so'qatish bo'lishi mumkin. Bu ham moddalar almashinuvi buzilishi hamda yog'lar tez parchalanishi bilan bog'liq. Natijada xuddi boshqacha aytganda yog'lar parchalanib ketib, ustimiz ochilib qolganday bo'ladi. Ya'ni qalin ko'rpadan mosuvo bo'lgandek tuyuladi va bunday odamlarda ham so'qatish nisbatan ko'p kuzatiladi. Stress va xavotir paytida simpatik nerv tizimi ta'sirlanadi. Buning natijasida bu nerv tizimining ta'sirlanishi natijasida qon tomirlarida torayish yuzaga keladi. Ya'ni qon tomirlar qisilib, qisqarib qoladi. Natijada periferiyaga, ya'ni oyoq va qo'llarga qon borishi sustlashadi. Buning natijasida bunday odamlarda ham so'qatish yoki muzlash yuzaga kelishi mumkin. Va buni oddiygina savol so'roq qilib turib, mana nima bo'luvdi, stressli vaziyat bo'luvdimi, boshqami, shuni aniqlab turib bilib olishingiz mumkin. Ko'pincha bunaqa so'qatishlar bu odamlar shu stress holatdan chiqib ketgandan keyin, bu vaziyat o'tib ketgandan keyin o'z o'rniga tushib ketadi. Ya'ni hozir stressga tushdi, qandaydir asabiylik, xavotirli holat bo'ldi, bu odamda tomir qisqaradi, qisqa vaqtga so'qatishlar yuzaga keladi va bu jarayon yechilgandan keyin, muammo hal bo'lgandan keyin yana o'z o'rniga tushib ketadi va ko'pincha shifokor ko'rigiga muhtojlik ham kuzatilmaydi. Ya'ni hojat qolmaydi buning uchun. Asosiy sabablar, ya'ni qo'l hamda oyoqlar so'qatishining asosiy sabablari shu aytilgan sabablardan iborat. Endi qachon shifokorga murojaat qilishimiz kerak? Yuqorida aytib o'tdim, ba'zi holatlar o'tib ketuvchi holat hisoblanadi. Ko'pincha shifokorga murojaat qilish zarurati yuzaga kelmaydi. Ba'zi holatlar kasalliklar bilan bog'liq deb aytdim. Mana shuni biz ajratib olishimiz kerak. Ya'ni qachon shifokorga murojaat qilishimiz kerak va bu so'qatishlarni jiddiy deb bilishimiz kerak. Bu so'qatishlar masalan deylik, o'tib ketmaydigan, uzoq davom etadigan bo'lsa, oyoq yoki qo'llarda bitmaydigan, uzoq davom etadigan yaralar bo'lsa, mana qandli diabet bor odamlar ko'pchiligi biladi, iloji boricha jarohatlanmaslikka harakat qiladi. Sababi jarohatlanadigan bo'lsa, buni bitishi qiyin bo'ladi.
oyoq hamda qo'llarni uvishlarida, ya'ni soqochdan tashqari uvishlar bo'layotgan bo'lsa, bunaqa holatda ham murojaat qilish kerak. Sababi qon oqimini buzilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki etni jimirlashi, sezgini o'zgarishlari, tana vazni oshib ketishi, shishlar bo'lishi yoki birdaniga ozib ketish. Mana bunaqa holatlarda shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni murojaat qilib tekshiruvlardan o'tish kerak. O'sha tegishligiga qarab tomir xirurgik ko'rishi mumkin, endokrinolog ko'rishi mumkin, gematolog ko'rishi mumkin. Umuman tegishligiga qarab turib o'sha zarur shifokor ko'radi va asosiy kasalligini davolaydi. Asosiy kasallik davolangandan so'nggina bunaqa so'qotishlar o'tib ketishi mumkin. Bu mavzu bo'yicha aytadigan gaplar shulardan iborat. Sizda yana qanaqa savollar bo'layotgan bo'lsa, odatdagidek sharhlarda qoldirsangiz bo'ladi. Vaqt topib, imkon topib javob berib o'tishga harakat qilaman. Omon bo'ling.